Bir butun oy, 12 yulduz. Jo'ra Rahim. Juda qadim zamonda cholu kampir bor edi. O'g'il va qiz ko'rmagan dastyorgachi zor edi. Ikkalasi ham aqlda edi dono. Shuning uchun qo'shnilar hurmatlardi doimo. Kampir uyda o'tirar, qilib uyning yumushin, chol omochla yer haydab tamomlar dala ishin. Bug'doy o'rish ko'yida chol qirga ketdi bir kun. Kampir qoldi uyida ovqat tayyorlash uchun. Mana ovqat ham tayyor, kim olib borar qirga? Kampir yalinib ko'rdi qo'shni o'g'li Tohirga. O'rgilay, o'g'lim shuni eltib bergin bobongga, 1,12 yulduz degin bobongga. Ha xo'p, deya Tohirjon jo'nabdi qir tomonga. Yo'l yurish va charchoqlik oxir tegibdi jonga. So'ng madori quribdi, qorni ocha boshlabdi. Tugunni yerga qo'yib, asta yecha boshlabdi. Tugunda so'lqillama bir qatlama bor ekan. Idishda chuchvaralar terilgan qator ekan. Chuchvara qatlamadan keragicha yebdi u. Qolganini eltarman bobomlarga, debdi u. Yetib borib boboga topshirarkan tugunni, debdi. Buvimchi menga tayinladilar shuni. Bu tugunni bobongga eltib bergin dedilar. 1,12 yulduz degin dedilar. Tohirni alqab-yulqab bobo ovqatni yebdi. Idishni bera turib Tohirga shunday debdi. Kech qolding, o'g'lim yugur, adashib qolma qirda. Yarimta oy, 6ta yulduz deb qo'y kampirga. Ha xo'p, deya Tohirjon o'qday uchib ketibdi. Kechga qolmay kampirning huzuriga yetibdi. Siz yuborgan ovqatni bobom maqtab yedilar. Yarimta oy, 6ta yulduz degin dedilar. Tugunni yechibsan-a? deb so'rab qoldi kampir. Yechganim yo'q buvijon. Tohir bermay turdi sir. Shoshma yulduzim. Quloq ber, menga qara. 6ta yulduz o'zi 6 dona chuchvara. Yarim oy degani yarimta qatlamadir. Gapimga quloq solib, gap qaytarmay turatur. 1 qatlamadan yarmini o'zing yebsan. Nega hechdan olmaysan? Sira yemadim deysan. 12 chuchvaradan 6 dona qolsa ham yeganim yo'q deyasan, bo'yin bermaysan erkam. Yebsan, mayli jon bolam, yeganlaring osh bo'lsin, ammo to'g'ri gapirgin, buviginang o'rgilsin.